Nima bo'pti desanglar, yiqilib simlarni uzatsalar to'g'rilaymiz. Xullas, akalar, kimgadir manfaatli bo'ladi, bilganlar uchun eslatmayman, bilmaganlarga shu xullas tushundinglar. Mana bu sinib ketgan, ichidan uzilib ketgan, bilsanglar, mana bitta kichkina datchiki turadi. Mana bu rulda tortganda mana bu o'qishi uchun mana bu plankada sinib uzilib ketgan. Mana buni biz mana bunda pultda qizil qora, keyin yashil bo'ladi. Buni olib mana bundan primoy tortsanglar, keyin mana buni afisdan nimadadir kusoklarni topsanglar, yamab olasizlar. Keyin dalcha ishlayveradi. Endi bunaqa pult topilmagandan yechim shu. Yechim bo'lsa qattiqdan to'g'rilab ulasa bo'ladi. Like, komment, podpiska tashlab qo'yinglar. Manfaatli videolarni chiqaraveraman bu yog'iga.